Assalomu alaykum do'stlar. Men Muhammad Rizoman. Men bu YouTube kanalda yangiman. Bizning kanalimiz aka-uka Minecraftchilar. Hozir biz modlarni qo'shib o'ynaymiz. Bo'ptimi? Do'stlar, unda video qiziq bo'ladi. Ana ko'rganingizdek har xil zo'r narsalar, ana xuni qishloq haykali do'stlar, zo'rmi, borakmi? Boramiz. Zo'rmi do'stlar? Hozir daraxt chopishimiz kerak edi, lekin borishga to'g'ri keladi-da. Buni nima va rederlarni qalasiga o'shqib ketar ekan. Buni minorani qaranglar, strukturani, zo'rligini. Ketib boramiz, qishloq haykaliga. Sakrab. Tezroq. Do'stlar, mening maqsadim bahor oxirigacha 100 ta obunachi yig'ish. Keyin esa ketdi. Men ana qishloq haykalining oldiga boryapman. Ketdi. G'ishdan chiqamiz. Mana ko'rganingizdek, bu yerga sandiq bor ekan, ko'ramizchi, qani ochib ko'ramiz. Nimalar bor ekan? Voy, bitta temir. Oho, zo'r narsalar bor ekan-ku. Zo'r narsalar. Endi uni qishloq haykalini qaranglar. Birinchi boshlanish uchun eng kerakli narsalar. Qani ko'raklikchi, ketdik. Daraxt chopishga. Hozir boryapmiz. Suvga sho'rlaymiz. Ushla ko'rdilaring. Steve. Hozir daraxt chopib, verstak yasab, keyingi strukturalarga boramiz. Ketdik. Suvga sho'rdik. Ana bitta struktura ko'rinyapti. Vashim qiziq u ham. Uning ichida zombilar, sandiqlar bor. Eng tepasida eng zo'r narsalar bor. Eng tepasida menimcha kiyimlar ham bor. Men tekshirganman, shunga kiyimlar ko'rganman-da. Ketdik. Do'stlar, ikkinchi bu modda meniki emas. Bu Taftinjon akaniki. Unga obuna bo'linglar. Minecraft o'ynashda davom etamiz. Hozir taxta esa versaga sevamiz. Ketdik. Taxta versak qo'ydik. Qo'yilmayapti-ku. Ha, bo'ldi. Endi chop. Endi kirka. Ketdik. Buni olamiz. Tezroq bo'lsak-chi, joyga ketdik. Endi toshga olamiz. Tezroq tushdik. Ana endi tushdik. Nimancha oxirgisi va'ni ko'ramiz. Ketdik. Yana bitta. Endi 3 ta toshga olib kirka yasaymiz. Mana bu va kirka. Bo'ldi do'stlar, toshga olib oldik. Endi versaydan qolgan asbob-uskunalarga solamiz va qilich, tapur, kirka qorib. Tapur. Chalmashtirib olamiz-da. Kirkani ham qo'yib olamiz. Endi bitta chiqolamiz, versakni olib albatta. Keyin haligi strukturaga boramiz. Bu yerda asbob-uskunalar bilan borish kerak. Bu bitta yo'llar yetmadi, buni qo'yib ketaveramiz. Mana struktura. Tezroq ko'rdik. Tezroq. Basa kirdik. O'zimizni yuzimizni ko'rib oling bir. Böyle kovasımızda olduk. Onu bilinglar. Ketdik. Like basinglar. Biz ketdik. Videoda kommentarni skelet.
va skelet va jiddak hozir kirib qoladi shekilli. Hozircha skeletni bitta yoyib olamiz. Va jonimizni oz qoldirmay plus. Oxiri bitta otsa o'zi o'lamiz. Shu kuchli skelet ekanlik. Qavoli ham kuchli bo'ladi-ku. Zo'rlansalar. 3-qavatida 3-qavatga chiqish kerak. Buni ichib olamiz. Mana g'oyat bo'ldi. Endi chiqamiz 3-qavatga. Oho, nima buni ehtimol qanchaydi? Mana bu temir qilichi bor uning. Temir qilichi bor zombi. Oho, buni qilichi tushmadlik. Qilich pashqa tushib ketib shekilli-da. Endi tepaga tushib chiqamiz va sandiq. Mana g'oyat. Shuncha narsalar. Endi bularni ichib olamiz. Kundan jonni ko'rsatdi. Yaxshi chiqish kerak. Chiqish o'zi oz qoldi-ku. Chiqib oldik. Bu yerda ham sandiq bo'lishi uchun. Yog'och. Oxirgi qavat bo'lsa kerak shu. Endi oxirgi qavatiga chiqyapmiz. Eng baland qavati. Va bu manzarani sandiq. Uni ichida shuncha narsa. Sekin uxlash effekti. Berayotgan damlar. Keyin esa non yeb olamiz. Kech tushyapti-ku. Tezroq yotoq yasash kerak. Hozir bizda bitta junuq ekan-ku. Tezroq ichib olamiz buni va 1 2 3 dik. Va sekin uxlash effekti. Tushyapmiz. Mazza. Ana qo'y. O'ldish. Mana. Tezroq. Mahluqlar bitta, lekin kech bo'lganda to'lib yotadi. Tezroq yugurish kerak. Ana qo'y. Mana shu tomonda menimcha qo'y bor. Qo'y bor. Ana kuddilarga qo'y bor dedim. Ana. Endi o'ldiramiz. 1 2 3 masinga. Baki. Qochib ketmay o'l. Masinga. Zombi. Ikkita. Qoch. Qoch kerak. Ikkita zombiga ular kishi bo'lsa hozir 20 ta joni bor. Ket. Yana ikkita. Qishloq haykali. Lava kor. Shunga ishonsa borakchi. Tilla kiyim kiygan zombi qoch. Tezroq. Tezroq. Tezroq yugur. Dik. Va suvga sakramaymiz. Suvga sakradik. Arqa o'tib olaylik. Keyin binolarcha qurib, buni tepasida yashinib o'tiramiz. Afrika qilib. Tezroq. Ana bu yerda kniper bor. Ana kniper. Tezroq. Nimalarni ham o'rab olamiz. Kamonchilar otmasligi uchun. Tezroq o'rab olaylik. Mana g'oyat ertalab bo'ldi ketdi. Endi dream saklashdik bo'ldi-ku. Menga yoqdi. Ular endi ketdi tepaga. U kniper portlab olibdi, sezmabsiz? Ketdi qo'yga va o'ldiryapmiz. Senga ma. Ana o'ldirdik. Ketdi. Yurdik. Kiyimimizni taqyapmiz.
bir qo'ya qurollarimiz. Endi yotoq esimiz ketdi va endi uni sindirib olamiz. Versakda qani ko'raklikchi va chekis pav qo'yamiz va ketdik va videolarga qaranglar. Ketdik yugurdik. Va endi kamonimizni olamiz. Mana zarba berish uchun va mana bunaqa kiyib olamiz. Unchalik himoya bermasa ham pishdi qo'y. Buning ehtimoli qancha edi o'zi? 0.5%. Bu nimasi bu? Pishdi qo'y hozir yonimda turibdi bu. Endi uni o'ldirsak va endi bir kun yashayman. Qandaysiga bunday bo'lishi mumkin? Qandaysiga? Va endi o'ldiramiz buni. Qochib ketyapti. Qochoq. Qarang endi. Qishloq mana. Kundlari qishloq paydo bo'ldi. Kneper yuribdi. Mana qishloq. Birinchi qishloqqa boraymi yoki bu yoqqa? Bu yoqqa albatta. Juda ham ko'p omadimiz kelyapti. Endi mana bu yoqqa boramiz. Bu yerda faqat bunaqa kuchli moblar bo'lmasa, kuchli moblar bo'lsa o'ldirib tashlaymiz. Va ketdi tepaga. Mana hozir chiqib oldik. Zombi. Hozir o'lamiz. Qandaysiga bunday bo'lishi mumkin? Biz ikkita zarbada negator o'ldirib qo'ydik-ku qandaysiga. Bo'pti do'stlar, video tugayapti. Bo'pti, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna, videoga like bosinglar. Bo'pti do'stlar, sog' bo'linglar.